Assalomu alaykum YouTube kanalımız abunachilari. Yana bir ustalam ukamiz. Shunday kuxni mebel bo'ldi. Kuxni mebelimiz o'sha 8,5 million so'm bo'ldi. 1 metrini 1 million 900 ming so'mdan ishlab berdik. Kuxni mebel bilan qisqacha tanishtirib o'taman. Balandligi bo'yi 70 cm oldu. Pasiniki 85 cm oldu. Shunday etib, teksturali, yaxshi Kashtan firmasining yaxshi matfiy akrillardan qo'yib berdik. Eng sifatli akrillardan. 100% puxa plastik bo'ldi. Ichlari bilan birga ko'rishingiz mumkin. Mexanizmini 1 yil garantiya qo'yib beramiz. Mo'ykalarni, ko'p funksiyali mo'ykalarni ishlatib ulatib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Stollar rossiyskiy bo'ldi. Yaxshi stollardan tortmalar mexanizmlari, tandem mexanizmlari, yonboshdan mexanizmi ko'rinmaydi. Ishlagan displey bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. 30-40 kilogacha garantiya ko'taradi. Bemalol sizlarga 5-6 yil ishlab beradi. Ko'rishingiz mumkin. Bellari bitishlardan taxlab ishlatib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Çok yo'q. Bellarida pechli shinjal qo'yib, qayslarni shunday ish qo'yib berdik. Sifatli bo'lib chiqdi. Ko'rishingiz mumkin. Kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, o'zlarimizga murojaat etaverasizlar. Kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, keyingi videolarda o'tib olmaysizlar. Shunday arzon sifatli oshxona mebellari qarab yurgan tanishlarga shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Bizlarda boshqa ko'p mebelchilardan farq tarafi, biza uzatgan mebellarimizga 1 yil garantiya qo'yib beramiz. Olib kelib mo'ykalarni ulab, ishlatib, yutishchalarni qo'yib, gazonlarni taxlab, gazlarni ulab beramiz. Ko'rishingiz mumkin, cho't bo'lib chiqdi. Afishaniyada, kommentariyada bizning Telegram kanallarimiz bor. Shuni silkasini qoldiraman. Boshqa yerlarga YouTube'ga qo'ymay turgan mebellarni shu yerga tashlab boramiz. Bemalol kirib obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi.